10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. Tasavvur qiling, insoniyat 50 yildan beri Oyga bormagan edi, lekin endi yana raketa uchdi. Nega NASA yana Oyga qaytmoqda? 2026-yilda NASA yangi kosmik dastur Artemis program orqali Oyga missiya boshladi. Bu yarim asrdan keyingi insonlarning Oyga qaytishdagi eng katta loyiha. Oyga qaytishning sabablaridan eng kattasi Marsga tayyorgarlik. Olimlar Oyga yangi texnologiyalarni sinab ko'rib, kelajakda odamlarning Marsga yuborish uchun tajriba to'plamoqchi. Ikkinchi sabab esa Oyda baza qurish. NASA Oyda uzoq muddat ishlash, ilmiy tadqiqotlar o'tkazish va kelajakdagi kosmik missiyalar uchun tayanch baza yaratishni rejalashtiryapti. Shuning uchun bu safar Oyga uchish shunchaki tarixiy parvoz emas. Bu insoniyatning keyingi katta qadami. Chunki Oy kelajakda insonlar yashashi mumkin bo'lgan birinchi kosmik manzil bo'lishi mumkin. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa obuna bo'ling.